Cin sabablik özünü özü halok qilgan kishining hukmi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz avvalgi majlislarimizda qatl sehri haqida ham suhbat yuritgandik. Buyurtma bilan jin shayton insonning ichiga kirishligi bilan o'zini o'zi halok qilishligi, osib qo'yishligi va hokazo shunga o'xshash o'zi bilmagan holatda o'ltirishligi haqida ma'lumot bergandik. Buni ba'zilari vasvas sehri ham deyishadi. Lekin bu vasvasga yotmaydi. Chunki vasvasda u boshqa yomon o'ylar ham kelaveradi. Shaxsga nisbatan yoki insonga nisbatan. Bu qatl sehri deyiladi, insonni qatl qilishlik. Afsuski bunaqa sehr bugungi kunda nihoyatda ko'payib ketdi. Alloh taolo hammamizga ham insof bersin. Odamlar avvallari isitma, sovutmaga sehr qiladigan bo'lsa, hozirgi kunda to'g'ri qatlga qilishlik ko'payib ketdi. Xo'p, bu yerda savol tug'ilyaptiki, o'sha sababli o'zini o'zi qatl qilgan odamning hukmi nima bo'ladi? Alloh taolodan umid qilamizki, uni hukmi inshaalloh Allohning o'ziga havola, Alloh uni kechiradi degan umiddamiz. Chunki u o'z ixtiyorida, o'zini aqlida bo'lgani yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 kishidan qalam ko'tarildi dedi. O'shalardan bittasi aqli ishlamayotgan odam, hatto aqli ishlagunga qadar. Jin kirib olgan odam ham aqli ishlamay turib o'zini o'zi osib qo'yadigan bo'lsa, yo boshqa narsa bilan halok qiladigan bo'lsa, soniyalar asnosida o'lim oldida osib bo'lgandan keyin jin chiqib ketadi. Odam nima uchun o'layotganini ham bilmay o'ladi. Bunaqa holatni Alloh o'zi kechirsin va Alloh taolo kechiradi bunaqa holat degan umiddamiz. Endi zohiran olgan insonlar bo'lsa, bu shariatimiz albatta hukmni zohiran bu yerda beradi. Agar shuni hamma buning shunaqa kasali borligini bilsa, avval ham ko'zimga arqon ko'rinyapti, yoki shunaqa hayolimga shunaqa vasvaslar kelyapti, o'lim yaxshi ko'rsatyapti, ba'zilar shunaqa fikrlar kelyapti desa, albatta unga dam soldirib, ogoh bo'lib, qarab, namozlarini tekshirib yurmoqlik kerakdir. Alloh taolo barchamizni ham bunaqa qatl sehridan o'zi saqlasin. Shu sababli vafot etganlarni va boshqa musulmonlarning mayitlarini Alloh rahmatiga olsin.